Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Yana bugungi beradigan ma'lumotim bu o'sha hozir ko'p kommentariyalarni ko'ryapman. Boshqa narsa nima deydi? Hammasi o'sha omega mumkinmi, kollagen mumkinmi, buni qanaqa ichish kerak? Xo'p, men hozircha o'zimda bori to'g'risida ma'lumot beraman. Sababiki o'zim ichayotganlar to'g'risida. Mana amerikanskisi bor, aptekada bor. U tanlov sizlarniki baribir. Chunki qanaqasini olib ichishingiz men o'zimnikini aytib o'taman. Ya'ni o'zim ichayotganini aytib o'tganim uchun. Birinchisi mana bu omega 3. Qarang, men ko'pincha nimalarga e'tibor beraman? Brendiga, yaxshi anaqa sifatiga e'tibor beraman. Nima deydi, o'sha qadoq hamma narsasi yaxshi bo'lsa, demak, men shunaqa ma'lumot olganim uchun, ya'ni siz yaxshi anaqa olmoqchimisiz, mahsulot olmoqchi, uni brendi, sifat hamma narsasiga, tashqi nimasiga e'tibor bering deganim uchun shu narsaga qarab olganman bu omegani. Tarkibida buni D3si bor, omegasi bor va koenzimi bor, antioksidanti bor. Tem bo'lib D3si bor. Bittadan 2 mahal o'zim qabul qilaman. Asosan yog'li ovqatlar bilan birga qabul qilish kerak. Qanaqa omega olsangizlar ham. O'shaning uchun omega, mana shu omega 3, omega 6, 9 haqida gapirmayapman. Ikkinchi anaqa mahsulot bu facial collageni. Mana shular o'sha Germaniya mahsuloti bo'lgani uchun yevrilarniki ichida anaqasi yo'qmi, buni nima deydi? Cho'chqa go'shti bormi, yo'qmi degan nima. Bular hammasi chisti produkt bo'lgani uchun mana baliq yog'idan, buni ham tarkibini o'qib chiqqanman. Hech qanaqangi bu yerda cho'chqani biron narsasi harom aralashtirilmagan, bemalol qabul qilishlaringiz mumkin. Bu ixtiyor sizlarniki, chunki kollagen har xil turi bor. Lekin men shu kollagenni asosan bo'g'im og'riqlari uchun olganim uchun, juda yaxshi ko'rib qolganim uchun, chunki men kollagen ichmas edim, to'g'risini aytaman. Semirtirmaydi. Semirtirmadi. Men hech qanaqangi qaytanga mana yuzlarimni bez filtri qo'yishga harakat qilaman. Shuning uchun bu kollagen juda facial kollagen pasta dastavka nomer qo'yaman. Va uchinchi bitta narsani aytdim, buni ham men o'zim ichib ko'rgandan keyin, chunki hayz oldida o'sha uyqusizlik, depressiya, asabiylik bo'lgani uchun juda kerak edi. Ayniqsa uyqularim meni buzilayotgan edi kechasiga. O'shaning uchun bu Duosfil yozib ham chiqdim. Bu aptekalarda ham bo'ladi. Aptekalardan ham so'rab ko'ringlar. Bo'lmasa dastavka bilan olishlaringiz mumkin. Bu travadan tayyorlangani uchun sizni ertasi kuni lanch anamdaqa qilmaydi, anamdaqa ximichеский preparat bo'lmagani uchun bemalol olib ishlaringiz mumkin. Juda asabiy bo'lsangizlar bunda bittadan 2 mahal. Men asabiylashib bo'lganda ham ertalab ham ichsa bo'ladi. Men ertalabga endi bir ichib ko'rdim, salgina menga uyqulik chaqirdi. O'shaning uchun menga kechqurunga ma'qul bo'ldi. Va ko'proq suv ichinglar va uyqu, toza havoda yurishga harakat qilinglar. Bundan tashqari dastavka nomerlarini pastda qoldiraman.